Assalomu alaykum dilbar va latofatli ayollar. Go'zallik va nafosat bayrami 8-mart Xalqaro ayollar kuni bilan, onajonlar kuni bilan muborakbod etamiz. Assalom buvijonlarga assalom. Quyosh nurlaridek issiq kaftingiz xuddi yulduz kabi. Onajon, bugun bayramingiz, bahor kabi ochilsa yuzingiz. Mehri dayla soyligim, ikki dunyo boyligim, duoga chiroyligim, o'zimni jonim onam. Onajonlarga salom, salom salom, qaynoq salom, onajonlarga assalom. bolajonlarimiz yana onajonlarga bag'ishlab she'rlar yod olishgan. Doim haq bo'ling, ammo